Muhammadali ukajonim, men siz bilan bitta jamoada ishlaganimdan juda ham xursandman. Mana arzimas bo'lsa ham olib qo'yasiz, uka. Men ham shunday jamoa bilan ishlaganimdan xursandman, aka. Ustoz, sizda insonni shogird bo'lganidan faxrlanaman. Arzimas bo'lsa ham ko'p o'rnini ko'rasiz. Muhammadali, bugun tug'ilgan kuningiz ekan, uka. Xabarim bo'lmabdi, bo'lmasa u bu narsa olib olar edi. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling, uka. Hamilaga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Bu yerga chaqirishdan maqsad tug'ilgan kun emas, boshqa masala. Sizlarga ikkita yangiligim bor, biri yaxshi, biri yomon. Qaysidan boshlashga to'g'risi boshim qotyapti. Ha, mayli. Meni lavozimimdan bo'shatishdi. Endi u lavozimda ishlamayman. Uka, bu kursi hech kimga vafo qilmaydi. Senga ham vafo qilmabdi. Xizmat bo'lsa aytaversan. Aka, qilgan ishlaringizga meni aralashtirmang. Meni aloqam yo'q. O'zi yaqinda kelganman. Siz meni ustozim emassiz. Muhammadali, tinchlikmi o'zi, uka? Nima yordam mendan, uka? Hey onajonim, duo ijobatingni qarang. Ertalab aka onam duo qiluvdi. Yomonlarni uzoqlashtir, yaxshilarni yonlashtir deb. Ikkinchi yangiligim bo'lsa, meni bu lavozimdan bo'shatib, Toshkentga ko'tarishdi. Xato qilishingni begonalar emas, yoningdagi yaqinlarning kutar ekan.